Assalomu alaykum aziz do'stlar. Mana bugun 23-may juma. Samarqand Taxta bozoridan video obzorcha qilamiz do'stlar. Kanalga obuna bo'linglar. Podpiska, like bosish eslaringizdan chiqmasin. Sizlar uchun bitta video obzor Taxta bozordan qo'limdan kelgancha video obzor qilaman. Hammasini uspet qilmasam, kelasi hafta xudo xolasa yana dalshi video obzorcha qilaman. Kanalga obuna bo'lish eslaringizdan chiqmasin. Rahmat. Şifrlar ham bor ekan. 50 mingdan 70 60 minggacha. Quvasoy shifri, Jizzax, Toshkent, Urgut, Jomboy, Shredder shifrlari, o'zimizda Urgut, Jomboy, Shredder shifrlari 50 ming so'm 48 dan qilib beraman. Ammo Quvasoy, Jizzax, Toshkent shifrini 60 ming so'm deyapmiz. Bo'ladigan narxini 55 ming so'm, 54 ming so'm qilib beramiz. Telefon raqam qo'yasizmi? Ha, telefon raqamimiz Necha? 94lik 94lik 190 190 07 07. Yana dastavkalari ham bor. Dastavkasiga agar 200 ta, 300 ta, 400 ta olsalar ichiga. Xo'p. Dastavkasi ichiga aka. Rahmat. Boy vaqt bizlar telefon aloqaga bo'lamiz. Telefon. Adres Samarqand Samarqand mana Taxta bozori. Taxta bozor, Seliski. Seliski Taxta bozori. Shunda eshikdan kirganda ikkinchi nima? Ikkinchi tochka. Ikkinchi tochka. Mana bu yerga tunikafonlar bor ekan. Bular qanaqa? Nech puldan? Donabaymi yo metrbaymi? Kvadrat metriga bular. Ha. Nech puldan? Sifati yaxshi aka. Mana master plan, mana ko'chatlar bular. Hammasi. Bular nech pul ekan? Bular aka 130 ming so'mdan boshlanadi. Kvadrati, ha? Kvadrat metriga. Ha. Tunikalar nech puldan ekan? Tunikalar aka to'rtliklari Ha. 60 ming so'm. Xo'p. Uchlikchi Rangli 60 ming, Aha. aksinkovka 53 ming so'm. 53 ming so'm. Dastavkasi ichida. Dastavkasi ichida. Telefon raqam bormi? Aha. Nechi? 95lik 95lik 613 13 40. 40. Mana kimga agar tunuka kerak bo'lsa agar dastavkalari ham bor. Qo'ng'iroq qilinglar shu raqamga. Armatura bozoriga keldik. Nech puldan ekan aka? Nechilik aka? Mana 13lik. Bu aka 11lik armatura 12 deyiladi, minisovka. Ha. Narxi 6200 so'm aka, kelishish savdosi bor akajon. Bu 12lik zavod bu aka. Aha. 12lik zavodniki 7500 dan qilib beramiz akajon. Xo'p. Mana shu akajon armatura 18lik. 18lik. Narxi aka 18,5 ming aka. Ha. Mana shu 16lik. 16lik. 16lik aka armaturamiz 14500 dan qilib beramiz aka. Ha, profillar. Profillar akajon mana 8 ga 12, 14 ga 14, 12 ga 12, 8 ga 12 bu. Trombalar mana 159, 114. Qaracha hamma assortimentimiz bor aka. Nech puldan bular? Aka, mana shularning narxi 110 ming so'm, 8 ga 12, stenkasi 3 lik tanilchini. Aha. 10 ga 10 ham shunaqa narx akajon. Ha. 8 ga 12 ni mana sredniy varianti bo'ladi. Sredniy varianti aka 82 mingdan qilib beramiz. Xo'p. Akajon mana yana turbalarning narxini misolga aytsam bo'ladi. Turbaning narxi 115 ming so'm, 159 lik narsa. Tepadagi profil aka 10 ga 5. Aha. 10 ga 5 larning narxi akajon 52 ming so'm, 8 ga 4 ning narxi aka 46 ming so'm. Xo'p. Bu yerga mana mayda razmer kerak bo'lsa, mana mayda bu narsani bo'yishga oladi aslida 2 ga 2 ni. Aha. 2 ga 2 qalini bor, yupqasi bor. Yupqasi aka 7500 so'm, qalini 10 ming so'm akajon. Mana shu yerda mana 114lik talshinasi qalini bor, 3,5 lik talshini narxi 110 ming so'm. Tepadagisi 5 ga 3, 4 ga 2,5, 4 ga 2,5 ni yupqasi. Yupqasi aka 13 ming so'm, qalini aka 21 ming so'm. 6 ga 4 dan shunaqa. Buni ham qalini bo'ladi, yupqasi bo'ladi. O'zi 6 xil, 7 xil stenka bo'ladi. Aha. Aslida qaysi bir qadovi shuni olib kelib sotamiz, narxini ham arzon qilib beramiz klientlar uchun. Xo'p. Aka, mana 4 ga 4 olaman desangiz 4 ga 4 ni qalinini 24 dan qilib beraman. Xo'p. Xohlasangiz mana 57 lik turban bor, mashinasi 3 lik, narxi akajon 46 ming so'm. Bu voyishga, gazga oladi aka. Shu narsani masalan yuqoriroq variantlari 27 ming so'm aka. Turba shuni 20 liklar bor, mana 20 liklar ham aka. Qalini bu
tomonga qalini, bu tomonga yuqoriroq aka. Mhm. Bu ham gazga oladi, voyishga oladi, shunaqa narsalarga odamlar ishlatadi aka. Ular necha puldan? Aka, 20 lik turbani Optimga oladigan bo'lsa 9000 so'm qilib beramiz. Qalinini akajon Optima 17 mingdan qilib beraman aka. 89, 127 lik, 15 ga 8 profil stoyka prolobda u narsa ham zo'r aka. 15 ga 8 profillar 125 ming so'm aka. Mana shu 127 lik turbo ham aka 115 ming, tavsiyasi qalini, yupqasi 80 ming so'm shu narsani. Turbo 100 liklar aslında ko'pchilik klientlarimiz so'raydi. 100 lik mana 2.1 lik stenka, 2.6 lik stenka mana akajon bu tomonga. Bu bilan bu. Buni ham aka boshlanadi bizga 50 mingdan boshlanadi, 100 minggacha turbo bor. Stenkasiga qarab. Telefon raqam qo'yamizmi? Ha, qo'ying aka, klientlar uchun arzon, chiroyli qilib beramiz. Nechilik? 97 lik, 97 lik, 929, 929, 29, 29, 23. 23. Dastavka Dastavkani ham ob'yemi katta bo'lsa agar biz ichiga qilib beramiz, liboy joydan liboy birayman arzon qilib beramiz aka. Narxlarimizni yana kelishtirib, chiroyli qilib beramiz. Xo'p, rahmat. Shu raqamga qo'ng'iroq qilinglar. Mana profillar, turbalar, armaturalar kerak bo'lsa agar podpischkalarim so'rayapti endi, shularni ham video obzor qiling deb qo'ng'iroq qilinglar shu raqamga. Akamizga chiroyli qilib narxlarni kelishtirib beradi. Rahmat. Mana bu yerda bolalar bor ekan. Xo'p, Yine müşteri nakşı namı geliyor. Kim yerden sana müşteri işe gömüyor. mushlik ishida o'zbekcha. O'zbekcha. Ha. Haş bu gayet ben nakşı Ha. gömüyor. Bu bolalar 14 lik. 4 metrlik, 200 ming sen. 200 Optun narxı. Optun narxi, ha. Bularchi pastdagi? Stoykalik 8 lik. Ha, ular necha? 80 ming so'm. 80 ming so'm. 12 lik. 12 lik. 4 metrlik bular hammasi. 4 metrlik necha puldan? 150 mingdan. 150 mingdan. Buchi? 10 lik. 10 lik. 110 mingdan. 110 mingdan. Bu ham boyagi 12 lik. Aha. 16 lik. 16 lik necha pul? 240 mingdan. 240 Optun ming. narxı bular. Optun narxi, ha. 5 metrlik 190 mingdan boshlanadi. 5 metrlik 5 190. metrlik arzonlar yani. Aha. Dastavkalaringiz ham bormi? Bir dastavka lekin ichiga bermaydi-da. Bu 12 lik 5 metrlik. 5 metrlik 12 lik. Ha. 240 ming so'm. 240 ming so'm. Bu 6 metrlik 12 lik. Aha. 260 ming so'm. 260. 13 lik 5 metrlik. 13 lik 5 metrlik. 270 ming. 270 ming so'm. Bu yana 12, keyin 10 lik 6 metrlik bor, Pragonlik. Aha. Bular necha pul? Bular 180 ming so'm. 180 ming so'm. Xo'p. 6 metrlik boshlandi. 6 metrlik, ha. 13 dan boshlaymiz. 12sini aytdim kunlar. Aha. 13 dan boshlaymiz. 315 ming so'm. 315 ming so'm. 14 14 lik. 370 ming. 370 ming. 15 bo'ladi. 15 lik necha pul? 415 ming. 415 ming. Ha, bu bolalar. Ana pad, ana u nima deydi? Vastalikmi? Mana bu tomondan boshlanadi. Mana bu srednisi bor. Aha. Optun narxi 3,5 ming so'm beryapmiz. Donasi. Donasi. Keyin mana bunaqa katta-kattasi bor. Bular necha pul? Bular 6 ming so'm. 6 ming so'm, ha. Keyin mana bu yerda yana maydaroq bor. 3 ming so'm. 3 ming so'm. Keyin qamichimiz bor mana bu yerda mana to'qilgan tayyor. Qamichlar. 10 ming so'm. Bittasi 1 kvadrat tayyor. 10 ming so'm, ha. Ha, keyin orqaga borsangiz ruloncha 5 kvadratlik ham bor. Ko'rsating birdan shuni. Bittasi 5 kvadrat, kvadrati 8 mingdan chiqadi, bu arzonroq chiqadi. Ha. 2 ga 2,5 razmeri. Xo'p. Telefon raqam qo'yamizmi? Beramiz. Nechi? 91 91 lik 540 540 90 90 74. 79. Shu raqamga qo'ng'iroq qilsalaringiz, mana bolalarni qanaqasini xohlasangiz, shunaqasini topib beradi. Hammasi sasna rossiya, rossiyskiy. Hammasi tekis bir xil. Shu raqamga qo'ng'iroq qilinglar. Akamiz kelishtirib beradi yana. Despi bozoriga keldik. Despilar necha puldan ekan? Despi har xil akajon. 3,5 ga 175, Aha, rossiyskiy, rossiya. 6 kvadratlik 380 ming. 380 ming 6 kvadratli. Mana bu Perinskiy, rossiyskiy bu ham. Sifati zo'r, birinchi sifati 430 ming. 430 ming. Bu qaysidan? Keyin 5 kvadratli bor, Surxondaryo o'zimizniki. Ha, Surxondaryo o'zimizdan chiqqan. Bu 5 kvadrat bu ham
Razmeri 1.83 ga 2.75, narxi 270 ming. 270 bin. Bu ham Raski 3-chi sort. Aha. Sorti pastelrog'i. Laminatni tagidan uradigan DSP. Aha. Buni 350 beryapmiz. 350. Sorti 3. Razmeri o'sha 1.75 ga uchadi. Xo'p. Panerlarchi? Ana u. DVP. Ular DVP 1.70 ga 2.75. Narxi 65 ming so'm. Qalinligi 3lik. Uchlik ha. Yerda Taxtalarimiz ham bor, reykalarimiz ham bor. rekalar. Reyka shiferdagi bor, DSP'ni tagiga uradigan bor. Aha. 3.5 ga 4.5, narxi 6500 so'm. Optom narxi beryapmiz. Bu donasimi yo metrimi? Metri. 1 metri shunaqa. Ha. Taxtalarimiz ham shunaqa. 15 ga 23lik bor. Aha. Buni narxi 90 ming so'm, 6 metrlik. 6 metrlik. Kubasiga hisoblaganda $330 tushadi. Xo'p. Yana nima bor? 6 metrlik. Keyin strapilarimiz bor. 11 ga 3.5. Ha. Buni narxi bo'libdi 95 ming so'm. 95 ming. 6 metrlik. 6 metrlik. 11 ga 3.5 qalinligi. Aha. Razmeri 11, talshinasi 3.5. 3,5. 6 metrlik. 90 ming so'm sotiladi. Shifrlar necha puldan? Shifrlar endi Urgut bor, Ha. maniki bor, Shredder bor, Shredder. Jizzax bor. Jizzaxnikini 55 optonga beryapmiz. Ha. O'zimiznikichi? O'zimizdagi Samarqand Shredder, endi Samarqand Urgut bor. 52 ming so'm optonga aylanadi. Narxi 52 ming so'mga aylanadi. Xo'p. Telefon raqam qo'yamizmi? Necha? 99lik, 99lik 192, 192 50 22. 50 22. Buni agar O'rtaga bo'lsin. kelishtirib berasizmi? Dastavkalari bormi, yo'qmi? Dastavkalar qilamiz, endi dastavka Ko'p obyomga. ko'p obyomga ichiga bo'ladi. Xo'p. Agar Dastavka ichiga bo'ladi. kimga kerak bo'lsa agar shu raqamga qo'ng'iroq qilinglar. Endi podpischiklarim bir taxta bozorni ham, stromaterialni video obzor qiling dedi. Shunga keldimda endi video obzor qilishga. Hammasi sifatli narsa, talabga javob beradigan, minus chiqmaydi, plyusga chiqadi. Rahmat sizga. Xohlasangiz, mana DSPlar ham asabmaydi, hammasi bor. Aha. Bu yerda OSB emas, bor. OSB degan narsa, bu ham polga ishlatadi, keyin перегородкani yopadigan nima. Ha. Uyni ichini yopadigan nima. Bu ham razmeri 1.25 ga 2.5, narxi 130 ming so'mga aylanadi. Xo'p. Qalinligi 9. Xo'p. Polga urayotgani bu 1.25 ga 2.5, uni narxi 170 ming so'm. Xo'p, rahmat. Bu ham telefon raqamingizmi yuqoridagi? O'rtadagi ham mening telefon nomeri raqam. Xo'p, rahmat. Men shunga chiqib, aloqaga chiqsangiz, men o'zimdan nima qilib jo'nataman. Xo'p, rahmat. DSP Optiv bozoriga keldim yana. Aka, bu DSPlar qayerniki, nech puldan? Keyin nechiga nechi kvadrat? Bularning aka razmeri 1.75 ga 3.5. Ha. Perimskiy, birinchi sort. Aha. Pressi end press birinchi sorti. 430 ming so'm. 430 ming Mana so'm. bu ham Rossiyskiy, Murumskiy zavoddan. Aha. 340 ming so'm. Razmer 1.75 ga 3.5. Xo'p, Mana bu Belarusniki 5 kvadrat. 5 kvadrat ha? 240 ming so'm. 240 ming so'm. Mana bu Rossiya DVP 3 mm qalinligi. Aha. Narxi 58 ming so'm. 58 ming so'm. 1.75 ga 2.70, 4.5 kvadrat. 4,5 kvadrat. Taxtalar 58 qalinligi, eni 14, uzunligi 4 metr, 135 ming so'm. 135 ming. 58, 12, 4 metrlik, 120 ming so'm. 120 ming. 4,5 ga 3,5, reyka 6 metrlik, 6,5 ming so'm. Xo'p. 2, 3 ga 4,5, 6 metrlik, 4,5 ming so'm. Panelli bu xasatning bu. Panerlar nechi puldan? 21 gacha qalinligi bu. Aha. Bu 12lik, 12lik. 185 ming so'm. 185 ming so'm. İki tomoni şilifoni, biri 52 ga, biri 52 standart. Xo'p. Bu 5'ligi. Beşli. İki tomoni şilifoni. 87 ming so'm. 87 ming so'm. Mana 8'lik. Bu ham iki tomon şilifoni. Ha. 125 ming so'm. 125 ming so'm. Mana bu 15'lik, 1,5 qalinligi. Ha. 230 ming so'm. 230. Bu 4'lik. Sorta o ikinci sort. Aha. 70 ming so'm. 70 ming so'm. Mana bu kraskalangan bular nechi puldan?
Bular Isuzu'nun Polu'su. Kalınlığı 1.8, 1.22'ye 2.44. Bu Spsani Polu'su. Bir tomunu gladki biladi, bir tomunu mana bunaqa oyoq silpazmış şu. Ha, 700 ming so'm. 700 ming so'm. Ha? Mana bu o'zbek. O'zbek. İki tomonu lakirolmi. 1.25'ga 2.5. Bittasi 3 kvadratli 12 pol. Kalınlığı 22. Ha, 300 ming so'm. 300 ming so'm. Bunisi 1.8'ligi şunu. Ha, 235 ming so'm. 235 ming so'm. Mana 3 mm qanday shlifonli. 227. 3 mm'lik 3 shlifonli fanel. Aha, Narxi 58 ming so'm. 58 ming so'm. Bu 1.8'lik Aha, qalinligi. Biri şu 1.52 ga 1.52. Narxi 280 ming so'm. Mana bu 15'likni shlifonli. 240 ming so'm. 240 ming so'm. Bu tomon mana 21'lik. 350 ming so'm. 350 ming so'm. Bu tomon mana 10'lik. 15'lik. 10'lik 160 ming so'm. 15'lik boyun aytganda 240 ming so'm. Mana bu 4'lik shlifonli 75 ming so'm. 75 ming so'm. Mana bu o'zbek 1.2'ligi. Qalinligi 1.2, 12'lik deydi. Aha, Bu ham ikki tomoni lakirolmi. 155 ming so'm. 155 ming. Bu 1.5 shuni. 15'lik deyiladi. Bu narxi 190 ming so'm. 190. Mana bu 9 mm shuni. Aha. Ikki tomon mana lap. Hammasi ana shunaqa ikki tomon lap. 117 ming beraman avtomobilga. Xo'p. Mana bu Apollo'shin faneri. 1.8 dom yasayotganlarning faneri bu. Apollo'shin faneri. 420 ming so'm. 420 ming so'm. Bu o'zining 06'sı 100 ming so'm. 100 ming so'm. Ha? 6'likdan. Xo'p. Mana bu yerda yana arka faneri bu. Bu Apollo'shin birinchi so'm. Klassik en zo'ri. 450 ming so'm. 450 ming so'm. 100 marta ishlashga Apollovga garanti bo'lganda. Xo'p. Bular bo'yniga. Tepasi 10'lik, pasti 15'lik. Narxini aytdim. Bu 9 mm. Telefonu bu ham ikki tomonlama var. 1.52, 1.52. 150 ming so'm. Buni aytdim. Hozirgi 420 ming degani mana bu. Xo'p. Mana bu 0.8. 1.22 ga 244. 3 kvadrat bittasi. Ha? 240 ming so'm. 240 ming so'm. Bu şunu önekiligi 1.2 qalinligi 360 ming so'm. Bu şunu 15'ligi 1.5 370 ming so'm. Bu 06 fanel 115 ming so'm. 115. Amma açkası bu fanelni. Amma xeyr. Narxi 17 ming so'm. Dona. Qalinligi 06. Xo'p. Eni 39, uzunluğu 1.52. Bunların bu. Hani hamma xili bu, o'zida hamma xili bu. Resmi bu. Opt. Bozorda eng optivi sizniki, ha? Katta optiv. Optiv. Shunaqa pashkasi bor. Kimga kerak bo'lsa, mana avtokanamiz bu. Patguruch ortib, mashinasi pashkasiga ham sotaveramiz. Xo'p, telefon raqam qo'yamiz, ha? Ha. Nechi? Mana polni ana shu ma'lumot. Bizning firmamiz ana shu. Pastdagisi 77 27, ha? 77 27. Ha. İsmi Mirsodiq uka. Xo'p. Tepasidagi ismi Mirsay, bu ham uka. Xo'p. Mana o'zimning ismim Farruh Mana shu raqamga murojaat qilsalaringiz, bo'ladi. yana chiroyli qilib kelishtirib beradilar. Rahmat aka. Mana izlari. Libosga qanday kerak bo'lsa bu. Har doim. Xo'p. Rahmat. Mayli. Ukalar. Neç puldan aka? Mana 4'lik, 3'lik. Nechilik va qalini nechi? 4'ligi nech pul? 60 ming so'm metri. 3'likchi? 52 ming 3'lik, ha? Akva eshiklar. Derazalar. Bu eshiklar 850. Bunisi nech pul dedingiz? 1,5 million.
Bu nechiga nechi? Hamma razm bir xilmi narxi? Hamma razmer bor ekan, narxi bir xil. 1,5 million. Derazalar nech puldan ekan? 1,2 million. 1,2 million. Derazalar Aqua.